O'sha kun bir sal ranjidim, Qozog'istonliklarni matqiyasi qo'yilyapti, Qozog'istonliklar xur qilib gapirib, baqirib aytibdi-da. Shuni o'zini bolasi chiqibdi, Qozog'istondan kelgan 2000 ta odam borki, bilet qancha bo'lsa ham sotib olib kiryapti. Qozog'istonliklar matqiyasi qo'yilyapti, xur qilib aytishyapti. O'zbekistonliklar matqiyasi 15 minutdan keyin topilyapti, topisha olmayapti. Lekin menga ringga kirib borayotgan paytim birinchi masalan qanaqadir pullar yo'q, qanaqadir prosmotrda o'ylaganim yo'q. Bizga O'zbekistonga ishonchi beryapti. Men birinchi ishonchi orini o'ylab chiqdim-da. O'sha vaqtini o'ziga bir qanaqadir Alloh kuch-quvvat berib qo'yib, qanaqa nima qilayotganimni bilmasa o'zi kirib bordim-da, yorib. Shuning uchun men birinchi mujiklar, birinchi sportsmenni psixologik trenovkasi bu motivatsiya. O'zbekiston ko'rgan payt hali siz yutasiz, hali gap bo'lishi mumkin emas degan gapi bu katta narsa deb o'ylayman. Shuning uchun O'zbekiston, inshaalloh sizlar duo qilinglar, onaxonni duo qilinglar. Men sizlarga isbotlab ko'rsataman, xudo xolasa bu narsani.